bitta zo'r stereotip bor. Koreyaga kelgan yoki bo'lmasa boshqa chet ellarga borgan o'sha yoshlar, bizga o'xshagan mana yigitlar borganda, oila a'zolari, tanish-bilishlar hammasi Koreyaga ketdi, mazza qilib yuribdi deb o'ylaydi, lekin bilishmaydiki, bu yerda grafik 6 ga 1, masalan 6 kun ishlab 1 kun dam olasiz. O'sha 1 kundan bo'lmaydi bir xil payti. Koreyslarning o'zi bilan qancha konfliktga kelib qolishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa sajang yoki bo'lmasa o'sha o'rinbosar kojanglar bilan gapingiz chiqmay qolishi mumkin. Shunaqangi stress holatlarini bilmaydi-da. telefon qilganlaringda Koreyada mazza qilib yuribsanmi, unaqa degan gaplarni gapiradi. Shuning uchun iltimos qilaman sizlardan, Koreyaga kelgan do'stlaringga unaqangi Kubam mazza qilib yuribsanmi deb gapirib o'tmanglar, chunki u odamni o'zidan o'tganini o'zi biladi, Alloh biladi. Boshqa hech kim bilmaydi. Shuning uchun iltimos qilaman, Koreyaga kelgan hamma odam ham, hammasi ham emas, hamma odam ham bunday kayf qilib, mazza qilib yurmaydi. Bu yerga kelgandan keyin ish uy ish, ish uy ish, ish uy ish. Tamam. Mana shu grafik bo'ladi. Endi orada bir stories yoki bo'lmasa biron yoqqa bir do'stlar bilan borib qolmasa, o'shanda bir video qo'ysa, tamom, o'sha bilan ketdi. Ana mazza qilib yuribdi, shunaqangi joylarga borib yuribdi. Bu narsa yiliga bir 3 marta, 4 marta yo 5 marta bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha Koreyaning milliy bayramlarida bir sal dam olib qolish mumkin. Unda ham o'sha ba'zi bir bolalar bor, pul ishlashim kerak, oilamga pul yuborishim kerak deb o'sha dam olishda ham arbeit ishlaydi. To'g'risida dam olmaydi umuman. 12 soatlab ishlaydi, arbeit ishlaydi. O'sha pul yig'ay tezroq, uyimga yuboray deydi. Lekin orada bitta stories qo'yib qo'yadi yoki bitta lentada video qo'yib qo'yadi, tamom, shu bilan ketdi. Bu mazza qilib yuribdi, bu kayf qilib yuribdi, buni puli ko'p. Mana shunaqa yaxshigina stereotiplar rivojlanib boraveradi. Shuning uchun iltimos qilaman, bunaqangi fikrlaringni umuman olib tashlanglar bo'ladi.